Men qaydaman, Farg'onadaman. Farg'ona Istiqlol stadionidaman. Bugun juda ham muhim. Neftchi Qizilqum bilan bellashadi. Mana shu o'yinda xudo xolasa yutsak, chempion bo'lamiz. 24 yilda chempionlik Vodiyga, Farg'onaga qaytib kelgan bo'ladi. Hamma tayyor. Mana fanatlar, ishqibozlar, muxlislar, jurnalistlarimiz, xalqimizning hurmatli insonlari, mana Xayrullo. Besh. Meni ham ovoringlar. Mana tarix g'alabaga hamma narsa tayyor. Olg'a Neftchi.